Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi birinchi Shrot markazida turib, ya'ni Baby Sunnat klinikasida turib, Shrot metodikasi o'zi nima? Mana shu haqida batafsil bugun gaplashamiz. Shrot metodikasi bu nima? Skoliozni davolashda butun dunyo tan olgan oltin davolash metodikalariga kirgan 3 ta metodika bor. Ya'ni e'tibor beringlar, ilmiy asoslangan. Ya'ni bu Shrot metodikasi, korset shino va oxirgi turlarda bu operatsiya. Boshqa metodikalar bu skoliozni davolashda ilmiy asoslanmagan va sizga hech kim rentgen bilan natija ko'rsatib bermaydi. Nimaga deganda bu men yoki ustozim Aleksandr o'ylab topgan metodika emas. Bu 100 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan asli vatani Germaniya. Aynan rivojlangan, tibbiyoti rivojlangan davlatlar skoliozni qanaqa davolayapti desangiz, mana shu 3 ta metodikani sizga beradi. Oldingi eski metodikalar parafin qo'yish, fizlecheniya qilish, osteopatiya qilish va bir qancha boshqa metodikalar bu ilmiy isbotlanmagan, ya'ni yordam bera olmaydi patsientlarga. Patsient unga borib, bunga borib, oxiri kelib Shrot metodikaga kelyapti va natijani ko'rgandan keyin nimaga men oldinroq shu metodikaga taqalmadim deb aytyapti. Hozir sizlar bilan biz O'zbekistondagi birinchi Shrot sentrda turamiz. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi, shvedskiy stenkalar. Bu aynan Shrot metodikasida kerak bo'lgan vositalar. Undan tashqari o'zi Shrot nima, Nilufar opa deydigan bo'lsanglar, Shrot metodikasi bu umurtqa pog'onasiga 3 ta ploskostda ta'sir qilish. Ya'ni biz bilamizki, umurtqa pog'onasini skoliozda o'z umuman eski adabiyotlarga ham qaraydigan bo'lsak, shunchaki yonga qiyshayshi deb yozilgan. Lekin Sosort xalqaro tashkilotini ilmiy asoslariga ko'ra, umurtqa pog'onasini skoliozda 3 ta ploskostda deformatsiyaga uchrashi ekan. Bu degani frontal, sagital va gorizontal kesimlarda umurtqani qiyshayib ketishi. Bu degani to'g'ridan qarab turibsiz, yonga qiyshayapti, yon tarafdan qarab turibsiz, giperkifoz holatlari, Sherman-Mao kasalligi va undan tashqari yuqoridan qaraganda rotatsiya, torsiyalarni kuchayib ketishi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, stentda ham ko'rishingiz mumkin har xil tipdagi skoliozlar va qaranglar, bunga berilgan mashq davoli ikkinchi tipdagi skoliozga umuman mos kelmaydi. Siz har bitta patsientga alohida grafik tuzib chiqasiz va ana shu grafik asosida masalan davo chorasini olib borasiz. Men sizlarga bitta patsientimni ko'rsatmoqchiman. Bular natijalar, mana ko'rgan bo'lsanglar, bizani hozir mana shu videoning tagida so'z isboti bilan deyiladi. Silka qoldirib ketamiz. Bemalol kanalimizga o'tib, bizani Shrot bo'yicha erishgan natijalarimizni bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu qizimizda ham juda ham chiroyli natijalar bo'lgan 20 kunning ichida. Endi masalan, mana yigitimizni oladigan bo'lsak, 22 yosh. Bu yigitni usti tarafdan qaraganda kiyimlari tekis va uni hech kim skolioz demaydi. Lekin rentgen qilganimda menga o'rtani, ko'krak qafasini o'zini rentgen qilib olib kelishdi. Men qaytadan rentgenga jo'natdim. Nimaga deganda, yuz asimetriyasi o'zgargani hisobiga men katta ehtimol bilan bo'yinda ham deformatsiya bor degan qarorga keldim va rentgen buni tasdiqladi. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, beldagi ugl ko'pi bo'yicha o'lchaymiz va biza natijalarni klinik qo'yib emas, biza natijalarni graduslarda ilmiy tarzda sizlarga ko'rsatib beramiz. Va beldagi ko'rayotgan bo'lsanglar, duga 30 gradus, ko'krak qafasida 38 va bo'yinda ham rotatsiyalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin tashqaridan qaragan odam kiyimidan tekis turibdi-ku bu yigit degan fikrni berishi mumkin. Va yana bitta juda ham ko'p hozir O'zbekistonda ko'ryapman, ya'ni osteopatiya bilan skoliozni davolash, mana oldingi holat, mana keyingi holati deb menga tashashadi. Bu aslida haqiqiy skolioz emas. Ular ko'rsatayotgan kasallar skolioz emasligini ko'rib, men achinaman va insonlarni va shunaqa holatlar ham bo'lyaptiki, 4-stepen bo'lib turgan skoliozni yo'q bo'ldi, siz operatsiyasiz davolab beramiz. Shunaqa tip skoliozlar borki, hattoki biza Shrot metodikasi bilan ham yordam bera olmaymiz. Aynan shuning uchun ham men insonlarga aytardim, har doim ilmiy asoslangan va tibbiyotda protokollarga ega bo'lgan davo choralarini olishlarini, chunki har joyga boshini urib, vaqt kechikib operatsiyaga borib taqalib qoladigan patsientlar ham juda ham soni ko'p. Undan tashqari, patsient kirib kelgandan keyin bizda maxsus burchagimiz bor. Bu hamma butun dunyodagi Shrot terapevtlarda bir xil bo'ladi bu grafik. Bu nimaga kerak deganda, patsientni mashina oldida
ichki kiyimda qoldirib polniy biz rasmga tushiramiz. Bu nima beradi bizga deganda, uni qaysi yelkasi, qaysi gradusda turganini, tazini holatini aniq ko'rib olamiz. Undan tashqari bizda lazer apparatlarimiz bor. Lazerda tushiramiz va oxirgi usulda mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Rentgenda bilan biz tasdiqlaymiz. Rentgenda masalan haqiqiy mutaxassis skoliozni faqatgina tashqi tarafdan emas, rentgen bilan natijani ko'rsatib berish kerak. Aynan rentgenda ugl ko'bba bo'yicha gradus o'lchanadi, ya'ni necha gradusda va gradusga qarab nechinchi stepen skoliozligi aniqlanadi. Skoliozni tipi aniqlanadi. Juda skoliozni tipi ko'p va mana Nilufar osteopatiya bilan davoladim deb tashlayotgan patsientlarni katta ehtimol bilan juda ham ko'pi skolioz emas, oddiygina funksional qomat buzilishi. Shuning uchun ham ugl ko'bbada aniqlanadi va natijani biz ugl ko'bbada chiqazib beramiz. Mana shu ko'rayotganlaringiz bu hammasi hozir bizda davo olayotgan patsientlar har bittasini biz rentgenlarini olamiz va ugl ko'bbalarini o'lchaymiz. Undan tashqari birinchi safar kelganda, undan keyingi kelganda biz nimaga rentgenga chizmaymiz? U boshqa mutaxassislarga ham borishi mumkin. Shuning uchun ham o'zimizga kopiya qilib olib, har bitta patsientga mana shunaqa grafik tuzib olamiz. Mana buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Taz, boshqa holatlari hammasi mana bu grafiklarni Schröd terapevtlar tushunishadi. Umuman aytganda nimani aytmoqchiman? Schröd metodikasi bu O'zbekistonda yangi metodika, lekin men ishonaman, o'zini ustida ishlaydigan, bilimiga investitsiya qiladigan ortopedlar bilishadi Schröd metodikasini va Germaniyada, boshqada umuman rivojlangan davlatlarga qarasangiz, ularda 3 ta metodika bo'yicha davolashadi. Ya'ni yengil turlari, skoliozni to'xtatish, uni yengil turlarida davolashda Schröd metodikasi. O'rta turida biz korset shini qo'shamiz va undan tashqari 3-tiplarida bu og'ir turlarida operatsiya qilamiz. Undan tashqari tug'ma turida ham operatsiya qilinadi. Achinib aytish kerakki, yurtimizda shunaqa voqealar bo'lyaptiki, tug'ma turi, unga hattoki men ham Schröd bilan ham yordam bera olmayman, lekin 20 kurslab davolab, uni pulini olib, vaqtini olishgan va ona nochor holatda uje mo'ltirab turibdi-da, siz tuzatsangiz sizga ham olib boraman. Keyin aytdim, oyijonsi, biz tuzata olmaymiz sizni, chunki sizda tug'ma turi, sizni faqat bolangizni operatsiya qilib tuzatilinadi deb. Xullaski bilim olish kerak, bilim ustida ishlash kerak va patsientlardan nima deydi, yolg'on qilmasdan turib, chunki nimaga men achinib gapiryapman, skoliozni oxirgi turlariga borib, bola hattoki nogironlikkacha borib qolishi mumkin. Mutaxassislar, litsenziyasi bo'lmagan, asosi bo'lmagan, ilmiy asoslanmagan insonlarni nogironlikkacha olib borib qo'yaptimi? Bu juda ham katta javobgarlik. Avvalambor vijdoningizni oldida. Shuning uchun ham men aytardimki, insonlarga osteopatiya, suzish, hattoki turnikka ham qanaqa tortilishini biz grafikini tuzib beramiz patsientga. Chunki turnik ham umuman boshqacha tortiladi. O'zi Schrödda qanaqa davolanadi? Bu oddiy gimnastikada LFK YouTubedan olaman, ko'raman deyotgan patsientlarga ishoninglar, har bitta patsientga skolioz qaysi tarafda, qaysi tip, qanaqa ketyapti. Masalan, bizda shunaqa tiplar ko'pki, eng bizni ortopedlarni, vertebrologlarni bizani xavotirga soladigani bu 3 ta chastga bo'lib oladigan bo'lsa, umurtqa pog'onasini bo'yin qismi bu yoqqa rotatsiya bo'lib ketyapti, ko'krak qafasi qismi navrot bu yoqqa aylanib ketyapti va bel qismi yana qarama-qarshi tarafga aylanib ketadi. Bunda siz bu yerda nechta bo'g'im, nechta muskul bor, qanaqasiga osteopatiya bilan yoki massaj bilan bularni to'g'irlab qo'yish mumkin. Bu juda chuqur proses va shuning uchun ham Schröd metodikasi 3 ta ploskostda ta'sir qiladi va bu ilmiy asosli narsa bo'lgani uchun, buni o'qitish faqat meditsina xodimlariga bo'lgani uchun, bu men yoki kimdir o'ylab topgan narsa emas, bu 100 yillik tarixga ega. To'g'ri, Katerina Schröd o'ylab topgan, lekin bu dunyo bo'yicha bugungi kungacha juda ham ko'p ilmiy ishlar qilingan buni ustida. Undan tashqari, ilmiy ishlardan tashqari juda ham ko'p tekshiruvlar olib boriladi. Ya'ni 100 ta skolioz kasallar olinib, ularni ikkita gruppaga bo'linib, bittasiga Schröd bilan davolab, bittasiga o'sha suzishlar bilan davolab, natijalar tasdiqlangan holatda mana shu natijalarni ko'rsak bo'ladi. Schröd metodikasi bugungi kunda skoliozni davolashda eng oltin qoida hisoblanadi.
Va yana bitta narsani sizlarga aytib o'tishim kerak. Bu nimaki, mana birinchi Shrot Center bu Baby Sunnat klinikasida bo'ladigan bo'lsa, shahar markazidan ochildi. Undan tashqari Farg'onada Akmal aka neyroxirurg ochganlar va undan tashqari Namanganda mana kechagina ochildi. Mening maqsadim butun O'zbekistonga Shrot metodikasi yoyilishi, davlat miqyosida bo'lishi va bemorlarga dostupni bo'lishi, narx jihatdan, boshqa jihatdan va yurtimizning farzandlari ham sog'lom, nima deydi, haqiqiy bo'lgan davo muolajasini olishini va tuzalishini xohlayman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda mana shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, biza yordam berishga tayyormiz. Link orqali o'tib, o'zingizni muammolaringizni jo'natsangiz, biza qo'ldan kelgancha yordam bera olamiz.